qobiliyatim yuqori bo'lsa bo'ladi, so'zman bo'lsa bo'ladi deyotgan do'stlarimiz, men bugun intayin muhim bo'lgan 4 nuqtani olib keldim. Buning birinchisi kitob o'qish. Albatta, yaxshi gaplarni, chiroyli so'zlarni qilish uchun biz kitob o'qishimiz kerak. Men sizga har kuni yarim soatdan ko'proq vaqt kitob o'qishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi bo'lsa, takalluf so'zlarni ko'proq qilish. Takalluf so'zlar deganimiz rahmat, jafo chekdingiz, xafa bo'lmang, hech qisi yo'q qatorliq so'zlar. Biz turmushimizda bu so'zlarga odatlansak, barbara so'zlarimiz texmo chiroyli chiqadi. Uchinchisi bo'lsa, kunlik xotira yozish. Balkim kunlik xotira yozishni unutib qolgansiz yoki aldirashchilikda tashlab qo'ygansiz. Bugun boshlab kunlik xotira yozishni o'zingizga odat qilib oling. Bu orqali yoziqchilik iqtidoringiz oshadi, ham shundaqla shu yozgan so'zlaringiz sizda mehr bo'lib o'rnab ketadi. So'zlaganda shu so'zlarni ishlata olasiz. Endi to'rtinchisi bo'lsa, har kuni go'zal bir jumla so'zni yodlash. Ya'ni gul sungan qo'lda gulning hidi qapti deganga o'xshash intayin go'zal jumlalarimiz bor. Yodlashni o'zimizga odat qilib olaylik. Hisoblab yiqing, 30 kunda 30 jumlani yodlay olasiz. O'tirg'i chiqqanda qo'rqmay turib deya olasiz. Mana bular bo'lsa, til qobiliyatini yuqori ko'tarishning eng muhim 4 nuqtasi. So'zman bo'lishni, til qobiliyatini yuqori ko'tarishni orzu qilayotgan do'stlarimiz, buningdan diqqatingiz davomli menda bo'lsin.